Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz texnologiya, mavzumiz esa plastilindan amaliy darslarni tashkil etish metodikasi. Rejamiz kulolchilik va haykaltaroshlik ishlari haqida ma'lumot. Ikkinchisi, plastilin va loyning tarkibi va xususiyatlari. Plastilin va loyga ishlov berish usullari. Uchinchisi, plastilin loy bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi. Plastilin va loy bilan ishlashda sanitariya, gigiyena talablari. Inson kulolchilik bilan neolit davridan shug'ullangan. Maxsus loydan buyumlar qo'lda yasalgan bo'lib, ular quritilib, olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarda kulolchilikning keng tarqalishini ta'minlaydi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug'ullangan. Kulolchilik charxining paydo bo'lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan. Idishlar maxsus o'choq va xumdonlarda pishitilgan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'lik hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko'rsatadi. Idishlar yerga suqib qo'yilgan. Neolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlash, sopol bilan ishlash rivojlangan. Kulolchilik, hunarmandchilikning loydan turli buyumlar, perotka, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar kiradi. Tayyorlanadigan turi kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproq, kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan tuproqlardan turli va xil kulolchilik buyumini yasash jarayoni. Kulolchilik xalq amaliy san'ati turlaridan bo'lib, hunarmandchilikning loydan, gildan turli buyumlar, idishlar, qurilish materiallari tayyorlanadigan sohaga kiradi. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tabiiy tuproq bo'lib, loy qancha ko'p pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi bo'ladi. Kulolchilikning bezak san'ati bo'lgan koshinkorlik san'ati Markaziy Osiyoning me'morchiligida keng rivojlanadi. Kulolchilik O'zbekiston xalq amaliy san'atining eng qadimiy, g'oyat qiziqarli turlaridan biri. Mamlakatimiz hududida kulolchilikning ko'plab asosiy maktab va markazlari mavjud. Bulardan Rishton, Buxoro, G'urumsaroy, Toshkent, Xorazm, Samarqand, Qashqadaryo kulolchilik maktablarini sanashimiz mumkin. Kulolchilik mahsulotlarini tayyorlanishi. Loy qancha ko'p pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi bo'ladi. Kulolchilikda asosiy qurol kulolchilik charxi, usta. Unda idishlar tayyorlanadi va ularga shakl beriladi. Tayyorlangan idishlar quritilib, xumdonda qizdiriladi. Idishlarning turlariga ko'ra xumdonlar ham turlicha katta-kichik bo'lishi mumkin. Sirlanadigan idishlar sirlangandan so'ng yana bir bor xumdonda qizdiriladi. Odatda kulollar ma'lum idishlar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan bo'ladilar. Masalan, kosagar, ko'zagar, koshinpaz, tandirchi va boshqalar shular jumlasidandir. Hozirgi kunda badiiy bezash usuli, shakli va tayyorlanish usuliga ko'ra quyidagi kulolchilik maktablari mavjud. Farg'ona. Asosiy markazi Rishton, G'urumsaroy. Buxoro, Samarqand. Asosiy markazi Samarqand, Urgut, G'ijduvon, Uba. Xorazm. Asosiy markazlari Madir, Kattobog' qishloqlari. Toshkent. Har bir maktab o'zining rivojlanish va ijodiy tamoyillari, yetakchi markaz va ustalari o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lishi bilan bir-biridan badiiy umumiylikda ham bir-biridan farq qilib turadi. Bu yerda Buxoro Samarqand kulolchilik maktabida buyumlarning farqi. Buyumlarning jarangdor, nafisligida qo'rg'oshinli sir va sarg'ish, yashil, jigarrang bo'yoqlar muhim o'rin tutadi. Afrosiyob sopoli an'analarga asoslanib tayyorlanadigan buyumlar bezashda o'simliksimon naqshlar yetakchilik qiladi. Handasaviy naqshlar, hayvonlar tasvirlari kam ishlatiladi. G'ijduvon Shahrisabz ustalari mo'l qalamda ishlasalar, Urgut, Denov ustalari chizma naqshlarni ko'p qo'llaydilar. G'ijduvonlik aka-uka Alisher va Abdulla Narzullayevlar an'analarni saqlash, rivojlantirish va vorislarga yetkazishda samarali mehnat qilmoqdalar.
Haykaltaroshlikning 2 turi mavjud ekan. Haykaltaroshlik tasviriy san'at turi bo'lib, borliqni hajmli shakllarda, makonda 3 o'lchamda tasvirlashga asoslanadi. Tasvir obyekti asosan inson, shuningdek hayvonlar, animalistika, tabiat, manzara va narsalar natyurmort tasviridir. Haykaltaroshlikning 2 asosiy ko'rinishi mavjud. Birinchisi aylanib kuzatish imkonini beruvchi dumaloq haykal, ikkinchisi esa faqat bir tomondan ko'rishga mo'ljallangan bo'rtma qabariq tasvir, relief turi hisoblanar ekan. Hozir mana bu rasmda o'sha mana bu relief turiga misol bo'la oladi. Buni o'sha qabariq, bo'rtma hosilda devorga osib qo'yish mumkin ekan. Buni faqat bir tarafdan tomosha qilish mumkin ekan. Bu tasvirda esa o'sha aylanib haykalni bemalol tomosha qilishimiz mumkin ekan. Aylanib xohlagan tarafimizdan ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, boshlang'ich sinflarda plastilin bilan ishlash mashg'ulotlarining maqsadi va vazifasi bolalarning haykaltaroshlik elementlar asoslari bilan tanishtirish va amaliy ishlashga o'rganishni nazarda tutadi. Bunday mahsulotlarni yuksak saviyada tashkil etish va o'tkazish har bir o'qituvchidan mazkur soha bo'yicha ma'lum tayyorgarlikka ega bo'lishni talab etadi. Buning uchun o'qituvchilar o'z ustida ko'proq ishlashlari, haykaltaroshlik namunalaridan ko'proq bolalarga tanishtirib va o'shalar haqida milliyligimiz, milliy haykaltaroshlik haqida ma'lumotlar bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun